Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, Xudo xolasa Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani O'zbekiston OFI'dagi obyektivimizni O'zbekiston OFI Chalvoshdagi obyektivimizni ko'rsatib o'tishga harakat etamiz. Qo'llab-quvvatlaysizlar, layklarni bosamiz, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Kim shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaversizlar. Bu ishda ponni rakovina, kafel-pafellar bilan uстановка etib ishlab berdik mana. Divarlarni ponni atachenki avoy bilan ishlab berdik. Patologini oppoq rang olib berdik kraskiga. Kulchatlarni o'rnatib berdik. Kulchatlar necha baho? Baho beraverasizlar. Laytlarni bosib, qo'llab-quvvatlaysizlar. Yurtdoshlarimizni ishlab berdik. Mana patologini oppoq rangga bo'yab cho'tka etib berdik. Bu xonadonni atachenki avoylar bilan yopishtirib berdik. Kulchatlarni ajoyib o'rnatib berdik. Laytlarni bosamiz. Videoni remont ishlayman deb bergan yurtdoshlarimizga tashlab qo'yamiz. Bizda elektrik xizmatlari ham bor. Aytganimga deb kimliklarni ishlab beramiz. Bu xonamizda meni atachenki avoy bilan ishlab cho'tka etib berdik. Qo'llab-quvvatlaymiz, laytlarni bosamiz, patologlarni oqartirib cho'tka etib berdik. Ketdingiz yo'qlardan rozi bo'linglar, laytlarni bosinglar, obuna bo'lib qo'shilib qo'yinglar. Bizda bu xizmat umumiy xizmatlar ham bor edi. Ustanovkalari bilan cho'tka etib ishlab beramiz egalarni. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.